Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor hammalaring yaxshimi, tinchmisizlar? Musofirdagi do'stlar, mana Zarzamindan kuzatib turadigan barcha obunachilar do'stlar. Do'stlar, videolarga like bosinglar. Bir poddershka qilinglar. Sizlarning poddershkalaring bizga kerak do'stlar. Bunaqa beahamiyat bo'lib, mana shu Telegram kanallariga tashab qo'yapmiz videolarni. Videoda Telegram kanalida 300-400 dan oshiq setda turib Telegramni ko'rib o'tirganlar bor. Lekin videolarimizga poddershka qiladigan kam. Ne bosib qo'yish qiyin emas do'stlar. Bu menga kelmaydi. Mana fondni rivojlanishiga yordam bergan bo'lasizlar do'stlar. Mana fond, mana binoni qurilishiga yordam bergan bo'lasizlar. Shuning uchun do'stlar, bunday like bosib, har xil bir shu fond haqida chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar. Do'stlar, bir narsani aytib o'tishim zarur bo'ldi. Ko'pchilik shu meni imенно san pul o'tkazdingmi deb betimga ham aytishyapti-da. Do'stlar, men pul o'tkazganimda, men bu fondga hissa qo'shganimda ha deb ayta olmayman. Meni faollar bilishadi, hamma biladi, lekin majbur bo'ldim shuni ko'rsatishga. Do'stlar, mana men o'zimni shotimni mana ko'rib turibdimi? Ahmedov Shuhrat. Mana qo'limdan kelgancha yana biz tayyor. 500 so'm men pul o'tkazib qo'yganman. Mana shu kartaga men o'zimni shotimdan, esxatamdan o'tkazganman mana. Ko'rinyaptimi? Do'stlar, men bu narsa bilan katta gapirib maqtanganim yo'q. Sen o'zing o'tkazingmi pul deykan odamlar betimga tekonlar alag'ancha. Shuning uchun do'stlar, mana fikr hissamni qo'shatibman. Shuning uchun sizlarga ham aytaman. 50 so'm, 100 so'mmi shu karta raqamni yozib qo'yamiz. Tashab qo'yinglar, hech gap yo'q. Shuning uchun mana bu bilet. Mana do'stlar, mana shu binoni biletini olinglar. 50 so'm, ishoninglar, bir haftadan keyin baraka topmasalaring meni aytasizlar. Shunday baraka bo'ladi, ahli oila tinch bo'ladi, farzandlarimiz kasal bo'lmaydi. Do'stlar, shuning uchun mana shu ham bir hissa qo'shib qo'yinglar do'stlar. Mana har oy 50 so'm, 100 so'm hech gap yo'q. Masjid bitib qolsa, masjid imoratlar tepalari yopilib, yaxshi bitib qolsa, farzandlarimiz maza qilishadi. Bugun 15-yanvar 2026-yil. Mana usta akalarimiz kelgan. Hozir mana chala joylarda ko'rsatib o'tamiz. Betonlar quyilyapti. 85-yillarmi? Mana Avaz akalar hammalari shu yerda. Ha. Rahmat. Mana shuni 85-yilda quygan, mana bu tayyorini ham hammasini. Qaysini? Mana shularni 10 ta tayyordan 85-yilda quygan. 85lar quyib ketishgan, mana shularni ham. Hozir mana bu yerda nechta ha? Hoji Ulug'bek aka sinfini umuman 85lar, mana Avaz akam bor edi. Shuni bu yog'ini 85. Hozir nechta quyilyapti? 8ta. Mana 8 ta qolgan ostatga sesmani oshtiraylik dedik-ku. Qayerdan osh bitta quyib tashab keyin osh degan bola yillarida. Ha, gap. Shuni aqsalar ham bo'ladi mana. Ha, gap yo'q. Masini to'g'irlab quyib. Do'stlar, mana akalarimiz 85-yillar mana akalarimiz ham kelgan akalar, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu yerda mana bitib qolsin deb mana shu akalarimiz ham birga ishni olib boryapmiz. Ya Bobur gapirishdan Boburga mana Yana Bobur bilan chiq. usta Fayzulloga ham rahmat gapirishdan. Fayzullo aka, biror nima deb qo'ying baqa bir xalqqa o'qi. Nima dey? Bunaqa gapir. Oxiridan keyin Hamma gapni sen aytding-ku dey. Hamma gapni sen aytding-ku dey. Gap yo'q, akalarimizga gap yo'q. Duo qilib turinglar, mana xalqimiz duo qilib turibdi. Mana shu bino Xudo xohlasa bitadi. yangi yillarga boshqa bo'ldi. Ha. Bundan keyin Xudo xohlasa. Ha, suv solib qo'yinglar bo'ldi. tepadagi temirlar bo'lgan. Nimalari? Fermalar bitta xudo xolasa bo'ladi. Hali fermalarni ham ko'rsatamiz do'stlar. Biz 27-28 qismdan burun video tashlayapmiz do'stlar. Poddershka qilishgan, davay poddershka qilinglar do'stlar. Poddershka. Mayli pul tashlamang, duo qilib omad shu bino bitsin, Zarzamin xalqi obod bo'lsin deb turinglar, xatiyam shunaqa deb turinglar do'stlar.
Mayli, kam imkon qadar kimda imkoni bo'lsa yordam beringlar, kamina pul o'tkazinglar. Ya hech gap yo'q. 50 so'm, 100 so'mdan hech kim kam bo'lib qolmaydi. Biz o'zimizni kissamizga olmaymiz. Mana bitta fond kartasi mana shu hammani nazorati ostida. 1 so'm hech kim hech qayerga ketmaydi. Sim olsak ham, mix olsak ham yozib turibmiz. Mana shu yerda kim kelsa отчет beriladi. Любой inson kelib so'rasin отчет. Varaqqa nech pul ketgan, kartadan nech pul ketgan, hammasi отчет bo'lib boryapti do'stlar. Boshlang og'rimasin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shu akalarimizga rahmat. Videoni ko'rsatib boraman, podдержка sizlardan bo'laversin. Xayr.